Hop, 1.5 sotuq yer. Shuning uchun ham bekorga qurilish kaskasiz qurilishga kirib bo'lmaydi deyishadi. 1.5 sotuq 6 xonali uyimiz. Hop, bitta xonasi hozircha remonti bitgan, qolganini mana shu birinchi etajini bitirib beraman deyaptilar. Narxi ham zo'r. Mana bu yoq oshxonasi, hozir endi ustida ishlarni nimaqalarni qilishyapti-da, oshxona bu yoq detskiy spalni, mana sanuzellar ham bitib qolgan. Endi jarayondagi joy bo'lganiga ozgina nima narsalar yoyilib yotibdi-da. Mana bu ikkinchi etaj. Xohlasa men chap tarafda yana bitta sanuzeli, bu yoqda bitta detskiy, bu yoqda katta zal. Hop, bu yoqda hop, bu yoqda katta bitta zali. Mana ko'rinishi. 1.5 sotuq 6 xona, alohida oshxona. Ko'rdinglar, pastda alohida bitta spalni ham u tayyor bo'lib qolgan. Birinchi etajini bitirib beraman deyaptilar. Shu uyga 82,5 ming deyapti. 82,5 mingga qo'yyaptilar. Yana kelishtirib so'rab ko'rasizlar, hozir manzillarini aytib ketaman. Sizlarga ko'rsatayotgan uyimiz mana shu baland uy bo'ladi. Mahallasini ko'rsatib beraman. Hop, mana shu ko'chadan chiqib, o'ngga 200 metrcha yursanglar, Bobur mahallani svetoforiga chiqasizlar. Katta yo'l ham ko'rinib turibdi. Sergeli tumani, No'g'ayqo'rg'on mahallasi. Pastda raqamlarni qoldirib ketamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.